Assalomu alaykum. Bizda keyingi misol 28-fevralda tushgan masalamiz. Buni tahlilini ko'rib o'tamiz. Bizda aytyapti, orasidagi masofa 275 kilometr bo'lgan A va B shaharlar deyapti. Chizib olamiz. Buni B, buni A desam, buni orasida 275 kilometr bor. Endi bir-biriga qarab ikki yo'lovchilardan biri velosipedda 20 kilometr, ikkinchisi 50 kilometr tezlik bilan yo'lga chiqishgan. Bu 20 bilan chiqdi deylik, bu 50 bilan chiqdi deylik. Agar velosipedchi yo'lda 15 minut to'xtab qolib, 15 minut dam olgan bo'lsa, ular uchrashgan vaqtda mototsiklchi qancha yo'l bosgan? Buni quyidagicha ishlaymiz. 20 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan t minus 1 taqsim 1 taqsim demak, tushuntirib ketaman-da buni. 20 ko'paytirilgan 15 taqsim 60. Nega bunday yozdim? 20 bilan yurayotgan velosipedchi 20 bilan kelyapti, lekin bu 15 minut dam olgan bo'lsa, vaqti, buni yurgan vaqti 15 minut qisqaradi. Nimaga 15 taqsim 60? Chunki t'imizni men soatda deb oldim. Hamma soatda, kilometr taqsim soat bo'lgani uchun ham men buni 15 taqsim 60 soat ko'rinishida yozib oldim. Bu tushunarli deb o'ylayman. Keyingisi plus mana bu chiqol plus 50 t tenglik 275. 50 t nima uchun? 50 t bu t tezlik bilan t debman. 50 tezlik bilan t vaqt kelgan. Bu t mana bunga nisbatan oldim. Velosipedchi mototsiklchiga nisbatan 15 minut kam vaqt yurgan, kam yo'l yurgan. O'shaning uchun xuddi shu ko'rinishda yozdim. Buni soddalashtiradigan bo'lsam, 20 t minus 4 5 deganim 5 plus 50 t tenglik 275. Bunda bu 5'imizni tenglikni bu tarafga o'tkazsam 70 t tenglik 280, t'imiz teng 4 ekan. Bunda nima deyapti? Ular uchrashgan bo'lsa, mototsiklchi qancha yo'l bosgan deyapti. Bizda mototsiklchi 4 soat yurgan bo'lsa, 4 kara 50 bu 200 kilometr bosgan ekan. Tushunarli deb o'ylayman. Barchaga omad.